yomon kunlarimizni kutgan insonlarga Allohim yaxshi kunlarimizni ko'rsatib qo'ysin. Ellikqal'a tumanida yashovchi, Tuproqqal'a mufida yashovchi 75 yashar onani oldab, kichkina ikkita gilam berib, 10 milliondan ortiq qimmat turadigan qulog'idagi oltin sirqasiga almashib qochib ketgan. Yoshi katta, endi 75 yoshida. Onam endi qori odam. O'shani oldab 1-2 million turadigan gilamga almashib qochib ketgan. Hozir videosini qo'yib o'taman. O'sha odam taniydigan, biladiganlar bo'lsa, mana shu videoni maksimal darajada tarqatinglar. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida bo'lgan voqea, asli Xorazmlik. Taniydiganlar kommentariyaga yozib ketinglar, aloqaga chiqinglar, o'shalar topish kerak. Endi ularning ustidan ariza qilingan ichki ishlarga. Shunda ham maksimal tarqatinglar o'shanaqa mashiniklarni. Ko'ringlar hozir. Mana videoni qo'yib o'taman. Ana tüm oradan bir zamanlar tüm vardı bana. Bir kiloman mutsuzca. Sizce ben o aldım kiram tuttum mu? Onu içeri kolda ekildi. Sarıldım var. Tuzluk pek olurdu. Hadi görelim ama sana. Yok. Ana adam bir şey diyemem. Ya bu vardı. Yok. Evet. Ay. Ey anası da po. Ya bismillah. Allah. Adamlar Eyvallah bekle. Yarın bekle. Ay. Ey anası da po. Ya bismillah. Allah. Adamlar Eyvallah bekle. Yarın bekle. Tamam hepsi oldu. Tamam.